أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bu Robi. U 24 yoshda. U universitetda tahsil oladi. Sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rganligi bois, jismonan baquvvat bo'lishlikka katta e'tibor qaratadi. Shuningdek, u do'stlar bilan uchrashishni, ertalab yugurishga chiqishni ham xush ko'radi. Tabiiyki, u o'zini yaxshi ko'radi. Robi yosh musulmon. Allohga hamd bo'lsinki, hamma namozlarini vaqtida ado etadi. Namozlarida Allohning mag'firati, rahmatini so'raydi. Shunga qaramasdan Robi boshqa musulmonlar singari xatolarga ham qo'l uradi. Azizam, axir aytgan edim-ku boraman deb. Ko'pincha u aslida qilish kerak bo'lmagan ishlarni qiladi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hozirgina Robi bizni tark etdi. Shubhasiz oramizda uning yo'qligi bilinadi. Hech kim o'limi qachon kelishini oldindan bilmaydi. Hech kim buni kutmaydi ham. Aytmoqchimanki, o'lim hech kimni avvaldan ogohlantirmaydi. Hech qanday belgi bermaydi ham. Hayotimiz shunday tuzilgan. Uni qo'lga kiritamiz u tasodifan yo'qotib qo'yamiz. Ammo o'limdan so'ng insonning hayoti tugaydimi? Bugun biz oxirat hayotiga safar qilamiz. Oramizda shunday tushuncha bor. Siz hayotda bir marta yashaysiz. Ammo haqiqatda esa bunday emas. Biz tugadi deb o'ylagan narsa aslida hali hanuz davom etmoqda. Robi o'zining hayoti davomida qilgan ishlari uning qabr hayotidagi o'rnini belgilab beradi. Robi buni biladi. U bir necha soniyaga bo'lsa ham avvalgi hayotiga qaytib borib, ba'zi bir narsalarni o'zgartirishni istaydi. Nima eshityapsan? O'chir buni. Nega musiqa eshityapsan? Bilmaysanmi, axir bu harom-ku. Iltimos, o'chir. U avval sodir etgan harom amallaridan qutulishni xohlaydi. Sigaretni tashla. Bu yaxshi emas. Tashla uni. Endi Robi tanasining barcha qismlari uchun javob berishini tushunib yetdi. Sigaretni tashla. Bu yaxshi emas. Tashla uni. Ertaga Allohning oldida javob berishingni o'yla. Endi Robi kelajak hayoti uchun zarur bo'lgan amallarga ko'proq vaqt ajratmaganiga afsuslanyapti. U endi ko'proq namozda sobit turishni va Allohga duoda bardavom bo'lishni istayapti. Shoshma, ko'proq duo qil, ko'proq istig'for ayt, istig'forni ko'paytir, astag'firulloh. Namozlarni shoshib tugatib qo'yishni xohlamayapti. Va albatta Robi nafsiga yengilib, nomahram qizlar bilan gaplashganiga qattiq pushaymon bo'lmoqda. Ha, go'zalim, albatta seni sevaman. Iltimos, bas qil. Shaytonga aldanma, axir u nomahram-ku. Iltimos, bas qil. Shaytonga aldanma, axir u nomahram-ku. Jonim, to'y haqida o'ylama. Albatta senga uylanaman. Robi o'tgan hayotida qilgan gunohlari uchun qattiq afsuslanmoqda. Iltimos, bas qil. O'limdan so'ng u Alloh taolo bilan ko'rishishni anglab yetdi. Barcha suhbatlar, barcha tamakilar, shoshib ado qilingan namozlar, deyarli ko'p qismini musiqa eshitish bilan o'tkazgan vaqtlar hammasi uning oldiga olib kelinadi. Bu Robi hayotining yakuni emas, aksincha bu endi boshlanishidir. Ammo u
endi oldingi hayotidagi hech narsani o'zgartira olmaydi. Sizda esa hali ham bu imkoniyat mavjud. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا